Selamünaleyküm cemaat. Bu yaqin yaqı bu atkan işlah vatandaki qamaldan keyinki bu otaptidan kelib chiqqan qarshiliklar bizning xalqninki, bizning shu Uyg'urlarninki vatanda jenini alqini qilib qo'yib turib tavakkul qilib dunyoga anglitishlari shu bo'layotgan fojialarni. Andan bu otaptidan keyin bu Xitoylarning azto'la noroziligi bo'lib, azto'la bu Xitoylarning sotsial medialarida təşviqatlar bulup şunun bilen dastlab Ürümçide, keyin bu Xitayning ichki o'lkalarida, andın bu chet ellarda Xitoylarninki hökumatga qarshi bir harakatiga buning bir tuturuq bo'lgani bu necha kun yoqi qiziq tema bo'ldi. Bugun bo'libmi men shu tafsili ko'rib chiqdim nurg'un haqiqatan cho'ng ishlar bo'yitibdi. Endi bu bek sezgur masala ekan, men o'yladim o'zimda bu bir oddiyla mundali bir gap o'tadigan emas, buni aytib bir cho'nqurroq o'ylab hammamiz inchik tahlil qilib rasmiy bir millatning umum manfaati nuqtasidan bu ishga muomala qilishimiz kerakki, yengil taklif qilishga bo'lmaydi-ku deb o'ylab o'zimning ko'z qarashini ko'pchilik bilan o'rtoqlashay dedim. Endi Xitoylarninki dunyoviy namoyishlar bo'lyapti daryolarda sham yiqish orqali. Buning Uyg'urlarimiz qatnashyapti, bayroqlarni ko'tarib, ko'tarmaydigandek har xil shaklda bayroq ko'tarmagan namoyishni ko'rib boqmadim. Men bu namoyishdagidek bizning Sharq Turkistonning bayrog'i bo'ldi. Gerçi Xitoylarmi babusimi naq maydonda hech qanday masala bo'lmadi endi. Lekin shu Gollandiyada Xudayma bir azroq fuhshmaslik bo'lgan o'xshaydi. Shuning bilan bu bir xili bas munoziraga sabab bo'lib qarsam. Endi bir narsa aniq bo'lsa deb o'ylayman. Xitoylar hargiz bizni mustaqil qilish uchun namoyish boshlatgani yo'q. Biz bu namoyishni qilib Uyg'urlarni mustaqil davlat qurib beraylik deb namoyish bo'layotgani yo'q. Bu namoyish bo'lishining asosli sababi Xitoylar o'zimi uzun mezgillik bu qamaldan joq to'ydi. Xitoylarda nurg'un ko'liydimi, sichonlarda yatavrashlar bo'ldi. Nurg'un odamlar shu ishikdan chiqolmay sirtini payotlayotganki, ashyoda o'lgan bo'ldi o'ylab o'rilib. Xitoylar o'zini tashlab o'lib oldigan shikir jiqishlar bo'ldi endi. Bu ishlar bo'lib kelib, men Urumchidagi otapti bir rasmiy tuturuq bo'ldi. Shuning bilan qo'zg'aldi. Bularning hukumatga qarshi uning ustiga yaqinda Xitoyning saylimi, bu saylamdan keyingi Xitoy hukumatining o'zlarining hukumatiga bo'lgan xalqning noroziligi bu bag'ansir kuchayib xalqaroninki bu chet eldagi demokrat Xitoylarning tashviqoti kuchli bo'ldi. Demak, shunday nurg'un oq ko'rinishlardan boshlandi, lekin tuturuq bo'lgani haqiqatan bizning vatandagi otapti bo'ldi Urumchidagi. Endi shu nuqtadan qaraganda Xitoylar bizning irqiy qirg'inchilik uchrayotgan bir millatga baldurla agar haqiqiy biz ko'ngil bilgan bo'lsa, baldurla biz tarafda turib namoyishlar qilish kerak edi. Bu tarixni demayli, mayli Jungarlar vaqtidagi irqiy qirg'inchilik bo'lamdi, Manjular vaqtidagi irqiy qirg'inchiliklar butun Uchturpan xalqini qirib etgan va undan keyingi bu militaristlar vaqtidagi shu Shangsayning vaqtidagi bo'lamdi. O Xitoy kommunistlar kirgandan keyin bizning vatanga Polat tavlashdan tortib o'ngchilarga qarshi demdi, keyingi mehnat inqilobi bo'lamdi, davomliq qirg'inchiliklar bo'lib keldi. Bu 80-yillari azroq nafas olgan bo'ldik-ku, 90-yildan keyin yana milliy bo'lgunchilikka, uch xil kuchga degandek narsalar chiqdi. 2000dan keyin terrorizm qarshi bu nomlar bilan qirib keldi bizning xalqni. 2014dan boshlab bu rasmiy bu Hitlerninki jazo lagerlari, hatto uningdan mishib ketgan lagerlar bizning vatanda paydo bo'ldi. Xitoylar 2014, 2015, 16lari bilmadi degan taqdirdami 2017-18lari butun dunyo bilib bo'ldi lager borligini. Bizning vatandagi Xitoylar texmi bildi. Shu vaqtda har xil gaplar bo'lganda, Uyg'urlar bilan Xitoylar urushib qolsa, teripri qilsang, saqchiq deymasin, lagerga puriti deb Xitoylar Uyg'urlarni qo'rqitdi degan gaplarni anglaytdik. Demak, Xitoylar buni bildi. Bilatdi Xitoy xalqi. Shu vaqtlarda bu irqiy qirg'inchilik qarshi hech qachon Xitoylar biz taraf turib namoyish qilmadi. Nayt az kamda 100% degilim bo'lmaydi. Albatta, barmoq bilan sanig'idek Xitoylar ayblagan bo'ldi. Xitoy demokratchilari, qag'allari Xitoy hukumatini ayblamadi. Hukumat tarafı bo'ldi. Endi bu qamaldan keyin bularning o'zining beshiga kelgachga o'zi his qildi og'riqni. Shuning bilan bu otapti vaqasi bu ishlarga hozir qo'zg'alishlarga sabab bo'ldi.
Endi hozirgi bu Xitoylarninki chet eldagi Xitoy demokratlarining bo'lamdi, odatda Xitoy xalqining bo'lamdi, ish qilib Xitoy hukumatiga boshlatgan bu qarshilik harakati qaysi darajaga bordi hozir bir nima demak tez. Asalli besilib qolamdi yo bu davomli kuchayib, ulg'ayib boramdi bir nima degil olmaydi. Agar bu qarshilik davomli ulg'ayganda, endi biz bunun qatnashib bu ishdan o'zimizning nasibisini to'g'ri tepib olganda tashkillik oldi. Bizga foydasi bor deb qarayman bu ishlar qatnashishninki. Chunki buning sababi hozirgi dunyo, hozirgi xalqaro bo'lib G'arb davlati Amerika boshliq bu burunqi 89-90 yillardagi 70-80 yillardagi G'arb davlatlariga o'xshamaydi hozir. Ko'pchilik bilimiz bu Xitoylar 80 yillari bo'lib Nixonninki prezident vaqtida, Kissingerninki tashqi ishlar ministri vaqtlarida bu Amerikaninki Xitoy strategiyasi boshqacha bo'lgan vaqtlarda. Chunki Amerika ash qolgan, yalang'och qolgan, xalqi qirilgan bir Xitoy davlatininki hokimiyatiga qarshi turmaydiganligini xalqning. Xalq ash qolgandimi qarshi turmaydiganligini ko'rib yetganda, chunki bilimiz Xitoylar Xitoy kommunistlari o'zining Xitoylaridan 100 milliondan ortiq odam bo'lsa kerak o'tirib ochliqdan va xil sabablardan o'tirib qirgan. Shunday sabablarmi Xitoy xalqini hukumatiga qarshi qo'zg'ayolmaganligini G'arb ko'rgan. Shuning bilan ular Xitoy xalqini boy qilish, Xitoy xalqini tarbiyalash, masalan, o'quvchilarni turkumlab 80 yillari biz universitetda o'qiyotgan vaqtlarimiz chet elning pul chiqaribchimi? Shu Xitoyning emas, chet elning pul chiqarib shunchalik chiq o'quvchilarni o'qitgan 80-90 toki yaqingacha davomlashdi deb o'ylayman u. 2010-yillargacha. Chet elninki mablag'i bilan Xitoy o'quvchilarni turkumlab o'qitdi. Chunki ular Xitoyninki xalqiga, ziyolilarga demokratik ongni singdirganda, Xitoy xalqi islohot qilib iqtisodiyotdan boy bo'lganda, demokratik ong bilan iqtisodiy kuch Xitoyni G'arb bilan moslasha oladigan, G'arb bilan do'stlasha oladigan bir holatga akildi deb o'ylab shu siyosatni yurgizgan. Uning tamamen mag'lub bo'lganligini hozir dunyo e'tirof qildi. Demak, bu iqtisodiy jihatdagi iqtisodning yaxshilanishi, bilim saviyasining o'sishi Xitoyni ag'diranmadi. Gadoylik, och, yalang'ochlikmi Xitoy hukumatini ag'diranmadi. Endi hozir G'arb birdan-bir kuchninki buningda askariy mudohila bo'lamdi yoki bo'lmasa iqtisodiy yo siyosiy shunday bir zo'rlikning bir kuchninki Xitoyni o'zgartiradiganligiga ishinyotdi. Xitoyga oid yumshoq demokratlarmi bu Jo Baydenning siyosatini ko'ryapmiz. Ağzıda kulki çaqçaq, qo'ynida palti pichoq degandek siyosat yurgizyapti. Sirti ko'rishganda xaxashishi qilib kulgan bilan reallikda Xitoyga oid qattiq siyosat yurgizyapti endi. Hozirgacha bo'lgan Amerika prezidentining demokratlar darajada Xitoyga qarshi nihoyada albatta bu Republikanlar, Cumhuriyetçiler texmi shunday bo'ldi deb o'ylayman. Shunda bir vaziyatda hozir Xitoyninki ichki jihatdagi bu qo'zg'alish G'arbninki Amerika boshliq G'arbning Xitoyga mudohila qilishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar biz bu o'yinni endi bu o'yinning ichida o'zimizning nasibisini to'g'ri tepib olsak, bu tamoman bizga foydali holatga o'zgardi kelgusida. Bu o'zimizga bog'liq ish deb qarayman. Ondan bu Xitoy hukumatining ojizlishi xalqning qarshi turib, bu Xitoyda ishki qalayimqonchilikning yuz berishi, Xitoy hukumatining ojizlishi albatta bizning vatandagi xalqning qo'zg'alishiga bir fursatlarni berdi deb qarayman. Shunlashqa endi bu masalada endi biz bir shaxsiy diasporadagi har bir individual shaxs bo'lish sifatimiz bilan bizga tushadiganini taqqutuqqa, pochpurat o'zimiz beshimiz qaygan, putimiz taygan tarafga ketavermay asta tashkilotlarga havola qilishni o'rganishimiz kerak o'zimizningki harakatlarimizni. Bo'lmagan vaqtda bo'lmay shaxslar shuna ketaveradigan bo'lsa, ya'ni tapitana, til ahonatlar yig'ib, cho'ng ish bir tarafda qilib, yo'qlang bir-birimizni ayblaydigan, azroq ishni qilib qo'yib, qolganlarni tillaydigan, tashkilotlarga haqorat qiladigan ish texnik kuchayib ketadi. Shuni bo'lsa, tashkilotlarga havola qilib, tashkilotlarga o'z fikrlarimizni chiroyli usulda bildirishni o'rganishimiz kerak. Albatta xalq bo'lishimiz bilan tashkilotlarni nazorat qilish bizning majburiyatimiz. Tashkilotni nazorat qilgan vaqtimizda tashkilotlarimiz texnik to'g'ri ma'nolaydi. Bu nazorat qilish deganlik til ahonat qilish, endi u fidokor bo'lib ishlayotgan, badal to'layotganlarning
bu işten jaq toyg'izib etmeslik ularni ularga medet beriş yoluga kelganda albatta tanqid berish o'rniga yo'lida yani o'z fikrimizni chiroyli bir usullarda mayli yozmacha mayli bir amal bir chiroyli usullarda ifodalashni o'rganishimiz kerak. Yani tashkilotlarga tushirdig'ini endi bu fursatni hamon biz tarafga foydali qilib tutib turish uchun tashkilotlar men Dünya Uyghur Kurultayı'na köprek bunu qartib so'zlayapman. Dünya Uyghur Kurultayı bütün teşkilatlarını etrafı texim mahkam yig'ib, sistemlik, strategiyalik, planlı qalda bu faaliyetlerini her bir qadamni puxta besib etmemiz kerak. Agar bu namoyishlar ulg'ayib rasmiy cho'ng Xitoy hokimiyatini ag'diradigan darajadagi inqilobga o'zgargan vaqtda har doim o'zimizning taqdirimizni o'zimizni belgilaydigan kuchni huquqni har doim o'zimizning qo'limizda tutib tura olishimiz kerak deb o'ylayman. Agar biz tashkillanmagan pochpurat avvalda bu ish yo'g'nab ketadigan bo'lsa, hamon Xitoylar aramizga teximiz ziddiyat soldi, teximiz ziddiyatni cho'ngaytirdi. Undan keyin Xitoy bir yerda qilib, ikki jidal kirib ketamiz. Shunga mushu hozirgi vaqt bizning tariximizdagi teximi bak hamkorlashadigan, o'zaro bir qadam orqaga chekingan avval ostida bir-birimizga bir qadam orqaga chekinib turib xatoliklarimizni ba'zida xatolik ketgan biz bo'ynimizga ib turib yiqilishadigan bir davr turyapmiz deb qarayman. Tashkilotlarningki hozir vazifasi teximi og'ir. Bizning Dolqin rais shunga jiddiy vaqtda Avstraliyadagi safarini to'xtatib Yevropaga uchta Yevropa parlamentiga bu masalani uqtirish uchun. Demek bu ciddi bir mesele. Hazır bu teşkilatlarının etrafı uyuşmamız gerek. Teşkillik faaliyet kılışımız gerek. Paçpurat faaliyetler, paçpurat müşitişler, teyip gitişler, kıyıp gitişler, andikin til ahane tökmetler bulmaslık gerek. Biz bu işte puxtu bolsak, bu bir çoğun fırsat dep oylayman. Eğer bu iş çoğaygan takdirde. Bu çoğaymayın neçe gün toxtab kalsa elbette buna hiçbir uşak düşek bir namayışlardan farkı bulmaydı. Yani resmi çoğuyup Xitoy hokimiyatini ag'dirolg'idek darajada bu g'arbning mudahilasi Xitoyga ta'sir qiladigan bir darajaga o'tgan vaqtda bu ishlar boshqacha bo'ldi. So'ng buning bizning qatnashishimiz nihoyat muhim, lekin tashkillik oldi bo'lish kerak deb qarayman. Bu bizga foydali ish agar foydalana olsak. Shu oldingi 100 yilga qaraydigan bo'lsak, bizning tariximizdagi nurg'un mustaqillik fursatini berib qo'ydik. Manjular örilgenden keyin Xitoylar o'zining mustaqilligini olgan vaqtda hech bo'lmaganda bizning yerlik vanglarimiz shu vaqtdagi Qumul Vang, Kuchavang degandek shular bo'lsa-mu Xitoyning militaristlaridek o'zlari mustaqillik e'lon qilib militar hokimiyatni qurgan bo'lsa-mu, keyin shu hokimiyatlar birlashib bir davlat bo'la bo'ldi. Bolsheviklar eng qurilgan vaqtda turkumlar bolsheviklarga, kommunistlarga a'zo bo'lib, shu orqali bolsheviklarning bir davlatini qurish degan bir maqsadda O'rta Osiyo, Sharq Turkistonda bir mustaqil davlat qurish imkoniyati tug'ila bo'ldi. Bu sebep bilan Xitoyning munosabati buzilgan 60-yillarning oxirlaridagi davrga kelgan vaqtda Sovet tarafdan askar bizning vatan chegarasi taqqan vaqtlarda, Dongbeylarda harbiy to'qinishlar bo'lgan vaqtlarda, hatto shu vaqtlarda bizning xalqimizning qo'lida qurol bo'lgan Minming nomida. Shunday vaqtda hech bir qarshilik harakati bo'lmadi, mustaqillik harakati xalqimizning kallasi umumiylik bir yuvitilgan bir davrga to'g'ri kelib, u fursatni qo'ldan berib qo'ydik. O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz mustaqil bo'lgan vaqtida yangidan kallasi uchuq qarindoshlarimiz shu yoqlarga o'tib, shu yoqlarda astol pul yig'ish qilib, qurollarga ega bo'lib, rasmiy askariy bir Xitoy qarshilik bir harakatlarni ep berishning oldidilar. Buni oldin olali yig'ib supurib hamma Afg'onistonga kichikdan bir doiraga solib o'tgan bo'ldi. Uningdan quruq qoldik. Endi hozirgi fursat agar mushu xalqarodagi namoyishlar cho'ng'ayib, Xitoy ichidagi qarshiliklar kuchayib bir inqilob darajasiga berib, Xitoy hokimiyatiga g'arb rasmiy bir kuch mudohilasi qiladigan bir darajaga kelsa, biz uchun yana bir fursat keladi degan gap. Demak, bu fursatni tutib turish tashkilotlarimizga qoladi. Shunday vaqtda tashkilotning atrofiga yig'ilishimiz kerak, aksini chechilmay. Bu fursatni biz yig'ilish orqali amalga oshira olamiz. Bo'lmasa bu fursatni qo'ldan beramiz, bir-birimizni urush qilib qo'ydik. Xitoy bek usta Samtaxunning nomida ikkilikli bizni yozilgan bo'lsa, qiyomat qoyim qilamiz bir-birimiz bilan urushib. Shunga
hozirgi bizga tushadiğini faqat hamkorlik tashkilotlarga yig'ilishda anikin tashkilotlar hamkorlik o'rnatish. Men shaxsan Dunyo Uyg'ur qurultiyining atrofiga butun dunyo tashkilotlarining yig'ilishini tavsiya qilaman shu fursatda.